Shurik. Yurgan ekanman deyman ham siqilib. Qara qanchalik omadliman. aka. Baxt qushlari qo'yapti birin-ketin boshimga. Aka, qanday uddalayapsiz? Shurik, menda bu Johnny Enderfoni. Yaqinda sen meni menejerim bo'lasan, tushunding? Nima u? Qo'yur. Xullas, Noza Sara haqida bilmaslik kerak. Sara bo'lsa, Noza bilan tanishganini bilmaslik kerak. Sen menga yordam berasan bu narsada, tushunding? Menejer. Nozani jo'natib Sara bilan, Sarani jo'natib Noza bilan. Oshiqlarimni ketozilmaydi, tushunasizmi, Shurikcha? Men biri bilan ko'rishganimda, agar mabodo ikkinchisi kelib qolsa, Joni akam bandla majlisda dvorasan, tushunding, chalg'itib. Joni aka, yes qilamiz-da. Bundan buyog'iga sendan katta yordam kerak bo'ladi menga, Shurik. Aka, qanday uddalaysiz? Menga ham o'rgating. Aka. Menga ham o'rgating. Shurik, o'zingni yaxshi tutsang, men bilan hali ko'p yursang, seni ham o'piting oshadi, Shurik. Joni ekanmi? Bir kunda sog'inib qoldim. Noz opa, bu yerda nima qilyapsiz? Joni ekanmi? Ko'rgani keldim. Joni aka majlisda edilar. Shurik, maqvasan, o'tkazib yubor kinoyini. Joni aka. Nozaxon, Nozichkaxon, Nozimxon, xush kelibsiz. Nozikoyim, korxona ishlari bilan majlisda qolib ketdim. Kutib qolmadingizmi? Yo'q, endi keldim. Qanaqa majlis? Shu desangiz, men shu rayondagi hamma chiqindixonalarga qarayman. Baklashka karton, mana makulaturalarni olib qayta ishlab, xalqqa xizmat qilib yordamimizni tegsin deymiz-da. Odam rahmatli aytganlarda, xalqqa savobli ish qilgan deganlar. O'zingizda nima gaplar? Joni aka, juda ham yaxshi inson ekansiz-da. Ha, albatta. Insondan faqat yaxshilik qoladi. Biz faqatgina yaxshilik qilamiz. Nega xafa bo'lyapsiz? Axir siz savobli ish qilyapsiz. To'g'ri, yaxshi ish qilamiz. Lekin hamma meni Joni musirkachi deb barmog'i bilan ko'rsatib izdivatsiya qiladi. O'shanga sal xo'rligim keladi. Xafa bo'lmang. Men sizni hozir xursand qiladigan joyga olib boraman. Qayoqqa? Ketdingmi sen? Syurpriz.